Agar bugun Istanbul ko'chalarida bir sahabini uchratib qolsangiz, qanday hissiyatda bo'lardingiz? Sahoba degan vaqtimizda ko'z oldingizga 14 asr burun yashagan, fan texnika va sanoatdan hech xabari bo'lmagan kishilar kelamdi yoki o'z davrining eng avangard qaysar kishilarimi? Fidokorlik rostilla ahmoqlarning ishimi? Amaliyotda yer sharida insonlar yashashga boshlagandan tortib, fidokorlik jamiyatning turiki va uli bo'lib keldi. Jasorat va kuch-quvvat bilan nurg'un davlatlar yiqitilib, yana nurg'un davlatlar qurildi. Bularning hech qaysisi badalsiz fidokorlik ko'rsatmasdan qo'lga kelmadi. Mayli diniy olim bo'lsin, mayli siyosiy analizchi qo'mondan bo'lsin, bu nuqtada o'xshash fikrda. Biz ma'lum tarixiy hodisa yoki voqealikni analiz qilmoqchi bo'lsak, yuz bergan sharoit va davrni e'tiborga olmay turib baho berolmaymiz. Shundaqla bugungi taraqqiyot va qo'lga keltirgan natijalarni 100 yil burungi insonlardan talab qilolmaymiz. Har davr o'ziga xos andiza va mezon bilan baholanishi kerak. Ammo bir turkum kishilar islom dunyosiga baho berganda dal aksicha usul qo'llanadi. Savossiz, sahrolik, cho'lda yashaydi, bilmaydi degandek sifatlar bilan sahobalarni tilga oladi va bu bahoni berganda davr bilan o'lchamaydi. Biz tarix qaraydigan bo'lsak, sahobalarning o'z davrida jamiyatning eng avangard va fidokor kishilar ekanligini bayqaymiz. Mayli Abdullah ibn Mas'udga o'xshash padichi bo'lsin, mayli Musab ibn Umayrga o'xshash begzodi bo'lsin, hammasida o'xshash bir jangovarlik, o'xshash fidokorlik, yuz berayotgan xatoliklarga dodil inkas bildira oladigan bir jasoratli xarakter bor edi. Tarix faqatla o'tgan voqealarning yig'indisi bo'lmasdan, balki Ibn Xaldun aytgandek ibrat va tafakkur o'rnidir. Biz musulmonlar sahobalarga ergashishga buyurilganda 1000 yil burungi jamiyat odatlariga ergashishga emas, balki bugungi sharoitda ular tutgan pozitsiya, ular mangan liniyada mengishga buyurilgan. Sahobalardek o'zimizni davrga mos qurollantirib, eng jangovar qo'shin tayyor qilishga buyurilgan. Sahobalar davrida 18 yoshli Usama ibn Zayd 3000 kishilik qo'shinga qo'mondan bo'la oladigan iqtidorni hozirlagan bo'lsa, o'xshashlar 1953-yili 23 yoshli Fatih Sultan Mehmet Xon Istanbulni fath qilishga muyassar bo'lgan. 16 yoshli Abdullah ibn Arqam musulmonlar eng qiyinchilik vaqtida uyini islomga atay olgan bo'lsa, bo'g'imiz Sultan Sutuq Bug'roxon 25 yoshida taxtga o'ltirib, butun Sharq Turkistonning islom bilan musharraf bo'lishiga sababchi bo'lgan. 90-yillarda Zeydin Yusuf boshchiligidagi mujohidlar qalbimizga qahramonlik obidasi tikkan bo'lsa, bugun yana payg'ambarimizni masxar qilgan badbaxtni yo'qotish uchun jinni fido qilgan yoshlarni ko'ryapmiz. Mana bu fidokorlikning o'xshamagan davrlardagi ko'rinishlari. Ularning hammasi bizga o'xshash inson, bizga o'xshash rohat, farog'at ularga mi yarashadi? Ammo ular hayotini Alloh va uning payg'ambari uchun atidi va bugun tillarimizda daston bo'lmoqda. Bizmi aslimi bo'lg'ida kelgusi avlodlar tilga olib, faxrlangudek bir hayot barpo qila olamiz. Bor imkoniyatlarimizdan foydalanib, din, vatan, millat uchun fidokorlik ko'rsata olamiz. O'zimizni fidokorlik ruhi bilan tarbiyalash orqali haqiqiy fidokorlik chaqiriq qilinganda avangardlardan bo'la olamiz. Payg'ambarga ergashgan sahobalardan bo'la olmasakmi, payg'ambar va uning sahobalarining izidan mangdigan fidokor va jasur azimatlardan bo'la olamiz. Bu faqat bizdagi iroda va ko'z qarashga bog'liq. Demak, fidokorlikning vaqti o'tmadi. Bo'libmi bizga o'xshash oxiratga ishongan musulmonlar uchun menga vaqti o'tmaydi. Bugun agar bir Uyg'ur sahoba yashayotgan bo'lsa, qanday harakat qilishi mumkin? Dini, ar-nomusi, qimmat qarashlari chaylanganda qanday inkas bildirishi mumkin? Bu savolga yoshlarimizning javob berishini umid qilaman. Astaga inkas yozish orqali fikringizni qoldirgaysizlar.